Endi boya psixologik tomondan motivatsiya berish, so'z bilan davolash to'g'rida gap bo'ldi, aytib berdingiz. Shu qandaq so'z bilan o'zini nastroycha qilib olar ekanda, motivatsiya olib, immunitetiga ta'sir bo'lar ekanda. Endi bu narsani hozir sizga yana bir rivoyat aytib o'tib ketsam. Endi eski zamonda, misol uchun podshoh deb aytamiz, mana o'zimiz zamonda hokim deb aytamiz. Ya'ni rahbar, el boshchilari. El boshchilarda, misol uchun elni yurtni boshqarib turuvchilar, podshoh deb ham aytsak ham bo'ladi. Podshoh endi elda shunaqa aylanib yurib, shu bir joyda qandaydir, mana o'rslabdan aytganda, bomj deb qo'yamiz, qaroqsiz qolgan bir insonga duch kelib qoladi. Bu insonda uy joy yo'q, vatan yo'q, bir toshlar orasida yashaydi, taglarda kardon, shunday bir shaxshalar tizib olgan, qorni och, usti yalang'och, sovuq. Lekin bu shuncha yillar davomida shu holatda yashab kelgan. Yashab kelgan. Podshoh buni ko'rib turib, "Ey, sen bu og'ir ahvolda ekansan, qani seni kiyiming? Yeydigan hech narsang yo'q. Qani uy seni?" Desa, "Yo'q, men shu holatda yashab kelaman." Muzlab o'lib qolasan. Bu holatda sen kiyiming yo'q o'zi. Bu sen kiyiming ochga bo'lsang, bu holatda bir kun muzlab o'lib qolasan sen. Muzlab o'lib qolasan degan so'zni aytdi bunga. U o'ziga oldi buni. Biz senga yordam beramiz, yo bo'lmasam qandaydir bir yordam nimamizni ko'rsatamiz. Kiyim-kechak beramiz. Ovqat bilan seni ta'minlaymiz deb podshoh ketdi. Endi podshohlarning ishi ko'pda. Boshqa ishlarga olaqsib 3 kun, 4 kun, 5 kun vaqt o'tib ketdi. To'satdan haligi esiga tushib ketib turib, vazirlarni yo bo'lmasam pomoshinlarni jo'natdi. Mana shu joyda bir qandaydir qarovsiz qolgan inson bor edi. Shunga darrov yordam yetkazinglar. Bular yordam olib kelsa, o'zi o'lib qoldi. Endi bu o'lib qolish nima deganimizda, bu organizmdagi immunitet sovuq bilan kurashib yashab kelyapti. Hech qanday umidlanmadi. O'sha el boshi kelib ko'rguncha. O'sha gapini eshitguncha. O'sha misol uchun podshoh kelib, shunga bir qandaydir yaxshi bir yordam beraman, senga mana qilaman, bunda o'lib qolasan degan so'zigacha bu nihoyatda yaxshi yashab keldi. Bo'lganda yeydi, bo'lmasa yemaydi. Organizm o'shanga tayyor. Organizm shunga adapter qilib bitdi. Sovuq bilan ham kurashishga, och bilan ham kurashishga, har qanaqa narsaga immunitet bunda bodri bo'ldi. Endi buni podshoh unutlantirib qo'ydi-da. Sen ya ovqat jo'natamiz, kiyim-kechak jo'natamiz deb. Shu vaqt esdan chiqib qoldi. Endi bu unutlandi. Menga pitaniya kelar ekan, ovqat kelar ekan, bu kutdi. Kiyim kelar ekan, kutdi. U sovqotishni boshladi, qorni ochishni boshladi. Bu o'lib qoldi. Agar bunga umid uyg'otmaganda, bu yana dars yashar edi. Bundan bilan demoqchimanki, organizm bu issiq bilan ham, sovuq bilan ham, och bilan ham kurashdi. Kasallik bilan ham kurashadi. Kasallikka yaqinlashtirmadi, har qanday kasal bilan kurashdi. Bu so'zim bilan sizga demoqchimanki, bizdagi immunitet ko'tarilishi, tushishi, bodri bo'lish, slabiy bo'lish bu o'zimizga bog'liq narsa. O'shani nimani qo'llaysizlar. Yana sizga bitta misol qilib ketaman, agar vaqtingiz olmasam. Bemalol. Mana bizda kecha 2019-yili koronavirus shunaqa hammamizga epidemiya tarqaldi. Ko'p odamlar kasal bo'ldi. Bu yerda misol uchun o'sha kasalga chaliqqanlar kimlar deganimizda nerv tomonidan test qabul qiluvchilar dedi. Nerv slabiylar. Mana kasal bilan uchrashib qo'ydim. Kasal bilan quchoqlashib qo'ydim. Kasalni ovqatim yeb qo'ydim. Menga yuqib qoladi. Vasvasaga tushib qoladi-da. Bir krasniy zona bo'ldi bizda, misol uchun o'shda. Shu krasniy zonada men shu narsani kuzatdim. Shuni o'zim mundaqchasiga aytganda ko'zim bilan ko'rdim. Bannoylar yotibdi. Palatalarda. Haqiqatan og'ir. Sistemani ko'targani bor, o'layotganlar ham bor. Texnichka deb qo'yamiz, ya'ni burka qiladigan ayol u yerda yurib, tozalik bilan shu. Bannoylarda oshgan ovqatni ham yo'radi. Oshgan ovqatlarni ham ko'tarib ketaveradi. Bannoylarning tansiga ham tushaveradi, pastilida ham yotaveradi. Chap turib ashula ham aytaveradi, tansiga ham tushib ketaveradi. Unga kasal yo'qmaydi. Men degan vrachlar maskirovkalarda shunaqa burjak nimalarda yuribmiz. Undan hech qanaqa maskirovka narsa yo'q. Men endi tashqaridan bir bannoy orqasidan borib ko'rdim-da. Bir bordim, hali ayol yaxshi, 2 bordim yaxshi, 3 bordim yaxshi. Ne qiziqdim. Bu ayol chaqirdim. Opa, berganingmi siz men bir 2 og'zim so'z olmasam? Nima deysiz deb keldi. Bilsam u dovdir ekan. Dovdir deganimiz yomon so'z emas bu. U men kasal yuqib qoladi,
o kasal ekan degan bunda sezim yo'q. Bu so'zim bilan sizga demoqchimanki, ha bu kasal ekan, bu kasal menga yo'q qoladi. Bu so'zim bilan demoqchiman, infeksion kasalga ham, misol uchun palchikalar uchun, mikroblar uchun bu yuqadi. Sizda misol uchun ruhingiz mustahkam bo'lsa, immunitet mustahkam bo'lsa, deyarli sizga yuqmaydi. Yuqmaydi. Yana hozir sizga misol uchun shu yerda o'zimizni mana направление bo'yicha sizga aytib ketaman. Больной kelsa sizga misol uchun umid qilib keladi. Uni noumid qilish, u o'zingizni o'zi siylamaslik, hurmat qilmaslik. Albatta uni unutib olasiz kerak. Kim noumid qiladi? Sen kasal ekansan, kasaling o'tishib ketibdi. Yo'qolsam shundaylar keladi, ruhiy kasallar. Qordomalar menga chiqib uxlay olmayapman. Yo'qolsam qandaydir oilaviy bizga besaromjon bo'lyapti desa, bu qordomalar nima deydi? Yo'q, senga jin kiryapti deydi. Bo'ldi, bu nervga urdi bu narsani. Bu joy qichisi ham jin ketyapti o'radi, ichi o'tkazib jin ketyapti o'radi. Unda o'zi samdagi jin yo'q. Shu bilan vaqt o'tib qoladi haliga. O naradan bir ovoz eshitdim, bo'ldi, jin gapiryapti. Odam vaqtga tushib qoladi. Endi bular kimlar deganda, meditsina bo'yicha, psixologiya bo'yicha, tibbiyot bo'yicha, afshistimini misol uchun afshina bo'yicha orqadaylar dedi. Ularda grammatika yo'q. Men bunga bu so'zni aytsam, meni so'zimdan keyin bu qaysi holatga tushadi? Bundan keyin bu foydali narsani o'ziga oladimi yo bu orqaga ketadimi, ziyonli narsani o'ziga oladimi degan tushuncha buni o'zida yo'q. Bu bo'lgan bo'ldi, endi shifo topmaydi. Bo'pti, men mana sendan jinni chiqarib yordim. O'zi sendan shu dardni olib yordim deganda ham o'sha jin degan narsa, o'sha dard degan narsa buni miyasida yashaydi endi. Qanday yashaydiki? Kechqurun bir yoqqa qidirsa, yo tahorat uchun hojatxonaga borsa, yo ko'chaga bir chaqirsa chaqirsa, anaqa qilib. Sabab u o'zi nervga o'tkazib qo'ydi buni. U miya, u nerv zaharlandi. Zamkayna bo'lib qoldi. Zamkayna bo'ldi bu. Palonchiga jin kirib, bu gapiryapti, jin bolalab ketdi. Palonchi yildan ichida jin yashar ekan. Deyarli bular o'zlari psixik otib qo'yadi-da. Endi musulmonmiz, alhamdulillah hammamiz iymon keltiramiz. Jinlar ham Allohning maxluqlari. Bular ham jin bor. Masalan, borligiga ishonaman. Endi hozir siz aytyapsiz, o'zini o'zi ya'ni o'tqishchisi ham jin kelyapti deydi. Faktiski unda jin yo'q bo'lsa ham shuni deb demak, jin o'zi bor maxluq, Allohning maxluqi. Alloh yaratgan maxluq. Bu jinni o'ziga chaqirib olar ekan, bo'lmasami? Yo'q, jin chaqirmaydi. Ruhiy tomondan o'zini kasal qiladi. Tushundingizda? Issiqdan og'rib qolsa ham, sog'dan och qolib ketsa ham, yo bir joydan odam menga jin tegdi deydi. Issiq jonmisda endi. Xohlasak ichimiz o'tadi, xohlagan joyni qichishadi, achishadi. Sizni o'sha ish tajribasida shu endi Alloh o'zi saqlasin, jin ichiga kirib olganlar ham murojaat qilgan nimalar bo'ldimi? Endi bu to'g'risida hozir keyin tushuntirib beraman. Xo'sh. Alloh million maxluqlarni yaratdi. Buni hisobini bilmaymiz-da. Biz insonlar ham maxluqmiz. Ins jinslar ham maxluq, hayvonlar ham maxluq, uchib yuruvchilar ham maxluq, sudralib yuruvchilar ham maxluq, suvda yuruvchilar ham maxluq. Hattoki bular ham maxluq. Yaratilgan. Lekin asha ins jinslarni ham Allohga bergan va'dalari bor. Men seni bandalaringga tegish qilmayman degan joylari. Mana. Endi bu ins jinslar to'g'risida Musa Addiy kitobida bu keng keltirilgan. Bu to'g'risida yana sizga tushuntirib aytib ketaman, sabab men aytayotgan so'zda sizdan tashqari yana boshqalar eshitar ekan. Xo'sh. Biz qancha davlat bo'lsa, shu davlatlarning ichida eng beyish jannat. Xo'sh. Biz yashaymiz. Biz o'zimiz yashagan joyimizni atsin qilish, baholashimiz, qadriga yetishimiz bu o'zimiz siylashimiz. Bu endi shunday narsani bu so'zimni nimaga olib kelyapman sizga? Bizda din erkinligi bor. E'tiqod erkinligi. Din erkinligi bor. Misol uchun o'qishimizga, madrasalarda o'qishlarga, masjidlarimizda misol uchun
shunaqa bir shar'iy nimalarga davlat yo'l berdi-da. Bu avvalambor Alloh, ikkinchisi bu misol uchun Qirg'iziston elimiz, yurtimiz, zamonimiz tinch bo'lsin. Podsholarimiz tinch bo'lsin. Makonimiz tinch bo'lsin. Bu bizga mana shu din erkinligini yaratib bergan yurt boshchilarimiz. Nimagaki bunaqa din erkinlik boshqa davlatlarda yo'q. Bunga biz behisob Allohga shukr keltirishimiz kerak. Cheksiz maqtovlar aytishimiz kerak. Nimagaki qalbimizda qancha muhabbat bo'lsa, buni biz Allohga qo'yishimiz kerak. Bizni shunaqa jannat joyda yaratganiga, jannat joyda tug'ilganimizda, shu jannat joyda yashayotganimizga. Nimaga buni aytyapmanki? Biz o'zimizni vatanimizga, o'zimizni nimamizga qadriga yetmaymiz ekan, biz o'zimizni o'zimiz siylamaymiz. Endi bu so'zim bilan nima demoqchiman? Jins degan narsa azon ovozi eshitilgan joygacha bo'lmaydi. Qur'on kitob bor joyda bo'lmaydi. 5 vaqt namoz o'qilgan uyda bo'lmaydi. Tahoratli oilada bo'lmaydi. Ya'ni shar'iy Qur'oniy oilalarda insizga o'rin yo'q. Men shunday hisoblaymanki, Qirg'izistonda insizning joyi yo'q-da. Qur'on kitob yo'q, uyda o'zi yo'q. Namoz o'qilmagan uyda o'zi yo'q. Masjidga bormagan insonda o'zi yo'q. Men shunday masjidlarga borganda, masjidlarga odamlar sig'may ketyapti. Tog'ni boshiga chiqing, o'sha yerga ham azon eshitiladi. Undan uzoqqa 12 ham azon eshitiladi-da. Demoqchimanki, bizni o'lka, bizni yurtimiz Qirg'iziston davlatida insizga o'rin yo'q. Bu bor narsa-da, nimagaki biz azon aytyapmiz, azon aytish bilan namozga el chaqiryapmiz. Allohu akbar. Ya'ni mikrofonlar bilan ashincha joyga eshitilyapti. Biz uyimizda yo'q deganda, misol uchun, shu 5 vaqt namozimizda ashincha oyatni o'qiymiz. Yo'q deganda ertaman turib Alloh deymiz, Ixlos surasini o'qiymiz, Fotiha surasini o'qiymiz. Jinlarga o'rin yo'q-da. Shaytonga ham o'rin yo'q. Inshaalloh o'shanda bo'lsa Alloh. Men hamma oilani shunday oila deb hisoblayman. Nimagaki? Pastelniy rejimda turishga mumkin emas, yotsin deganlarga men eshikma yurib o'qiyman. Borib o'qigandan tashqari yarim soat, 1 soat o'sha odam bilan o'tiraman. Nimagaki? O'sha dardni men so'zim bilan yengishga harakat qilaman. O'sha odamni ishontirishman. O'sha odamni o'zi nervdan shu narsa kamanda berib, o'zidagi organizm shuni kurashaman. Nimaga buni men sizga aytyapmanki? Siz bilan uchrashganim o'ta yaxshi bo'ldi. Men sizga berayotgan intervyularda, misol uchun deylik, Bishkeklarda juda ko'p jurnalistlarga berdim. Ko'p misol uchun deylik, mana televideniyada bo'lganlar bo'ldi, YouTube'larda, TikTok'larda bo'ldi bu narsalar. Adis kengashchisi bo'ldim Bishkekda. Ko'p misol uchun mana jildi muxtirlarida qatnashdim. Ko'p gazeta, jurnallarda chiqdik, kitoblarda chiqdik. Nimagaki biz aytgan so'zlarimiz deyarli bar isboti mana. Buni din, shariat, meditsina, zakon, el tasdiqlaydi. Endi hozir o'zingiz aytdingiz, umidlanib, o'zini nastroyga qilib olib, bir muammosi bo'lsa. Keladi umid bilan biz ularni umidini ga qarshilik qilsak, umidsizlantirib qo'ysak, ularni sog'ligiga Katta ziyon qilib qo'ygan bo'lamiz. Shu ma'noda ancha munchasini ko'rmasga olamiz. O'ziga qarab, u shifo topishi uchun kerak bo'lgan tadbirlarni qilamiz. Bunga majburmiz. Sababi u insonning sog'ligi deb aytdingiz. Endi qarang. Oilalar ajralishlari bo'ladi. Yoki xotini yomon ko'rib qolib, o'sha oilani, erini oilasini ketib qoladi. Yoki erkak ayolini ustiga yana boshqasi ayol olib oladi. Shunda eri boshqa ustiga xotin olib olsa, endi kundosh deyiladi. O'sha kundoshli bo'lib qoldim deb kuyib, ichidan kuyib, bir nima qilishni bilmay bir tadbir oqtarib qoladi-da. Albatta. Qizg'onib. Erini yaxshi ko'rsa ham qizg'onaveradi, erini yomon ko'rgan xotin ham qizg'onaveradi. Bu endi ko'rib turibmiz. Sizga kelishi mumkin. Qandaydir ulamolarga keladi. Issiq sovuq qildiraman. Issiq sovuq deganda elimizda shunaqa tushuncha borki,
Qur'on o'qigan, Qur'on oyatlarini o'qigan mulla, domilla, qorilar istiqso qilaveradi. O'shaning ta'siri bo'ladi degan o'y fikrlari ham bo'ladi-da. O'shandaylar sizga murojaat qilish nimalar hollari bormi? Juda ko'p. Siz ularga qanaqa bir munosabat qilasiz? Bular juda ko'p. Endi hozir men sizga bu narsani keyin qilib aytib bersam, xo'sh. Shunday ayollar keladi. Erim menga ko'ngil burmaydi. Xo'sh. Yoki bo'lsam erim menga qandaydir mehr bera olmaydi. Yo bo'lsam uyda kam bo'ladi. Erim palonchi bilan yuradi. Erim palonchini ustimga olgan. Unaqa misollar ko'p-da. Endi bu ayol kishi kelsa, bu ayol kishini bizni birinchi nimamiz 5 vaqt namozga buyuriladi. Toza, pokiza yurishga. Tahoratda bo'ling, 5 vaqt namoz o'qing, azongacha turing. Bu narsaga siqilmang. Bu Allohdan bo'lib sizga sino keldi. Lekin qisqa vaqt o'tib ketadi. Ikkilanmaysiz. Vazifa beraman. Qanday vazifa? Birinchi Fotiha surasidan boshlaymiz. Mana bugun siz ertaga men kelguncha Fotiha surasini og'izdan tushirmang. Hech eriz bilan urushmaysiz. 1 kunlik janjal bo'lgan joydan 40 kunlik fayz barga qochadi. Endi e'tiqodlik ayol biz bergan vazifani qiladi. Biz aytgan amallarga bo'ysunadi. Xo'sh. Ikkinchisi bunga tungi ibodatlar, bo'lmasa qo'shimcha namozlar yana buyuriladi. Xo'sh. Biz hech narsa qilmasak ham bu ayol o'qiyapti-da. Eriga Allohdan insof so'rayapti. O'ziga Allohdan sabr so'rayapti. O'zini harakatga keltiribsiz. Sportda Aikido degan sport turi bor-da. O'zini kuchini o'ziga sarflash deydi. Bu sportda shunaqa bor-da. Men eski sportsmenman o'zim. Xo'sh. Ya'ni buni o'zi bilan qilmoqda. Siz mana vazifani qiling, 5 vaqt namoz o'qing, kechalari turib Allohdan so'rang. Bu haqiqatan yuragidan so'raydi. U erida. Oila eng muqaddas narsa bu. Eng yiq narsa, eng svitoy narsa bu. Alloh erimni panohingda o'zing saqlagin. Haq yo'lingdan adashtirma, to'g'ri yo'lingni o'zing ko'rsat. Shu erimni men bilan birga qo'sha qarshini o'zing buyuring nasib qil. Shu bola chaqamni ozaxasini birgalikda shu ayol so'raydi shuni. Balkim boshqa yo'li bilan so'raydi. Yuragidan so'raydi. Xohlaydi. Uni pullardan so'ramadi. Boyvachchadan so'ramadi. Polvondan so'ramadi. Bir avtoritetdan so'ramadi. Razboshiydan so'ramadi. Buni Allohdan so'radi. Uni Alloh o'zi berib qo'yadi. Beradi. Men og'zimni to'ldirib aytalaman. Har qanaqa oilani tiklanishiga shunday yo'l bor-da, yomon so'z aytmasa. Shunday er keladi. Qoraga, xotin o'sha meni to'g'atmaydi. Men ishi ham bo'lmaydi. Men oilada hukmdorman-ku. Meni hukmimga bo'ysunmaydi. Telefonda ko'p gaplashaveradi. Siz yaxshi so'z bilan ayting. Erkilating. Erkilatganimga ham quloq solmaydi. Yana bunga biz vazifa berishni boshlaymiz. Har bir narsani boshlanishi Fotiha. Fotiha surasi bu ochiq surada. Ochiq sura. Siz agar 30 pora Qur'onni o'qib bitirgan bo'lsangiz, 16-porada Maryam surasini o'qing. Maryam surasini boshlanishda Kof, Ha, Ya, Ayn, Sod 5 harf bilan boshlanadi. Bu 5 harf Allohning ismlari dedi. Buni sirlarini qiyomat oshkor qilaman dedi. Bu 98 oyat Maryam surasi. Shuni siz har kuniga 1 marta, kuchingiz yetsa 10 marta, kuchingiz yetsa 15 marta o'qing. Erkakka buyuriladi, ayolga ham buyuriladi. Bu Maryam surasini o'qish bilan kerak bo'lsa tosh terib beradi. Bu oilani buzilmasligi uchun u maneridan, yuragidan o'qiydi, tili bilan emas. Butun vujudi bilan o'qiydi. Yo'q, men 30 pora o'qib Qur'onni o'qib bitirmagan. Unga Fotiha surasi buyurildi. Fotiha surasini o'qiveradi. Xo'sh. Fotiha surasida ham shunday narsalar keladi. Bu Alloh bilan ahdlashish. Qil deganingni qilaman, qilma deganingni qilmayman. Fotiha surasining oyatlar kursi beriladi. Allohni ulug'lash oyatlarimiz. Undan keyin Ixlos, Faloq, Nos suralar beriladi. Vazifalar qildi. Oxirida qoraga odanim yaxshi bo'lib, menga mehrli bo'lib qoldi. Bu o'shini yurib ketyapti, zararlanib ketyapti, ishni o'qiyapti bu. U nima maqsadda o'qiyapti? Bu qalbida, yuragida o'sha o'qiyapti. Allohdan so'rayapti. Allohdan so'rab o'qiyapti-da. Biz Ixlos surasini o'qishni Allohni o'g'layapmiz. Alloh tug'ilmagan, Alloh yolg'iz, yagona. Ya'ni bu so'zim bilan sizga demoqchimanki, uni menga keldi. Men faqat bunga sababchi bo'ldim. O'zini o'ziga buyurdim. Buni o'zi Allohdan so'rayapti. Yo'llanma qilib yo'lga solib qo'ydi. Bu shu bilan ketdi. Endi misol uchun
ancha-muncha oilani tiklash uchun yolg'on so'zga ham yo'l bo'ladi. Buni sizga aytib o'taman. Qora aka, erim falon joydan xotin olibdi. Kim bilan yashayapti ekan? U bizga qorong'i, u faqat Allohga ham. Biz ham bilmaymiz uni. Shuni bu ha bo'ldi. Buni nima qilamiz? Endi biz nima deymiz? Yo'q, sen noto'g'ri so'z eshitibsan. Ering hech qanday xotini yo'q. Seni o'zi yaxshi ko'rar ekan. Faqat u ichida yaxshi ko'rar ekan, tashqariga chiqarmas ekan. Endi u ichidagini chiqarish uchun sen namoz o'qib Allohdan so'ra. Alloh ekan o'rtasiga shunaqa muhabbat soladiki, to'lmasi bilan solib qo'yadi. Uni Allohdan so'rayapsiz. Haqiqatan o'sha dislitin xotini bo'lsa, yo qandaydir gaplashgan ayol bo'lsa ham, uni biz bilib bilmasdan yo'q ekan deymiz. Biz yolg'on so'zimiz shu. Shunga o'xshash yolg'on so'zlar bo'ladi. U yaxshilik. Endi isitma sotma deb aytdingiz. Isitma sotma deyarli bu yo'q narsa. Mana misol uchun shunday qizimiz keladi. Bu tajribamizda praktikada bo'layotgan narsa. Qora aka, men shu yigitni yaxshi ko'rib qoldim. Men shunga tegishim kerak. Shunday yigitlar keladi. Qora aka, men shu qizni yaxshi ko'rib qoldim. Shu qizni olishim kerak. O'qib berasizmi? Yo'q, o'qib beraman. Shuni olishing kerakmi? Albatta o'qiyman. Ke, nima olib kelaman? Xohlagan narsangni olib kelaman. Lekin sen men aytgan vazifamni qilasan. 5 vaqt namozingni o'qiysan. Doim tahoratda bo'lasan. Ozongacha ozon ibodatni kutib olasan. Ikkilanmaysan, bo'ladimi bo'lmaydi. Hech narsaga siqilmaysan. Yursang tursang og'zingdan zikr, kalima Allohning tarafdan tushmasin. O'qiyversan sen. Nima maqsadda o'qiyapsan? Qalbingni ushlab o'qi. Buni ham o'zinikini o'ziga sarfladi. Bu o'qishni boshladi. Bo'ldi, o'qiveradi endi. Yur, qoraga bo'ldi deb keladi. Endi ish bitdi deb keladi. Men manoni olishim kerak. Bunga tegishim kerak deb o'qishga mumkin emas bu. Bu taqdir. Bu umrda oxirgi ketadigan narsa. Buni bunga olib bersangiz, bunga berib qo'ysangiz, u aytgacha boradi, uzoqqa bora olmaydi. Lekin isitma sotma yo'llarimizni bilmaymiz. Hayotimizda shuni so'ramoqchi edim. Sen shu birovni isitib berish, birovdan haligi dushmanlikka palonchini kelini yo palonchini ayoli ajrasa degan bir qasddan yomonlik niyatida shuni sovut ber, oilasini buzib ber yoki bo'lmasa manoni menga isitib ber degan. Endi o'shalarga ham yomonlik ma'nosida ham murojaat qilishgan. Qiladi. Mana menga o'ta dushmanlik qilyapti. O'ta meni azoblayapti. Shuni azoblashim kerak, jazolashim kerak. Bo'ldi, birgalikda jazolaymiz. Nima qilamiz qora aka? Bo'ldi. Siz bugundan boshlab oyatlarda o'qing, tahoratda bo'ling, namozda o'qing. Bu yoqni men bitirib beraman. Bir hafta, 5 kun, 40 kun o'qigandan keyin yomonlikda qalbidan Alloh o'zi ko'tarib qo'yadi. Alloh qalbiga shunaqa mehrni solib qo'yadi. Qo'riga haligini to'xtating. Hasadni yo'q qiladi. Hasad, baxillikni yo'q qilib qo'yadi. Hasad, baxillik yo'q bo'ldi. Bunga Alloh mehrni havas solib qo'ydi. Qo'riga tavba qildim, haligini to'xtating. Bu odam yaxshi tomonga o'tdi, odam yaxshi yo'lga o'tdi. Biz hech narsa qilmadik, faqat unga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ydik. Tushundingizmi? Alloh rozi bo'lsin. Endi tashqaridan ko'rmaganlar u baxshi ekan deydi. Baxshi degan so'ziga ham xafa bo'lmayman. Meni haqligimni el bilsa bo'ldi, Alloh bilsa bo'ldi. U degan so'zga men xafa bo'lmayman. Nimaga xafa bo'lmaymanki? Biz it huroradi, karvon o'taveradi degan so'zga rioya qilamiz. Rioya qilamiz. Nimagaki biz Allohga haqmizda. Ikkinchisi, biz ishimiz davomida birovga isitma sotma, birovga yomonlik, yomon o'y fikr, qalbimizda yomonlik ushlash, qandaydir yomon, hech unaqa narsa bo'lmaganda. Sabab men bu yerda haq so'zimni aytyapman sizga. Meni orqam to'la men go'dak bolalarim bor. Ya'ni etagim to'la bolalar meniki. Meni o'g'il qizlarim bor. Hozir shu kunda ham 9 ta studentim bor. Oldi bolalarim ham turmushga chiqdi. Qur'on doktori bo'lgan bolalarim bor. Meditsinada kandidat bo'lganlar bor. Mana misol uchun o'zimizda mana dunyo bilimlari bo'yicha professor bo'lgan bolalarim bor. Dunyoviy ilmlar bo'yicha. Dunyoviy ilm bo'yicha. Amerika bilan Rossiyada o'zida menejer bo'lib ishlayotganlarim bor. Yevropada ishlayotgan bolalarimiz bor. Universitetda professor bo'lib ishlayotgan bolalarimiz. Shu biz meni bolalarim ishlar. Mana Medinusda 7-kursda, 3-kursda mana 1-kursdan boshlagan farzandlarimiz bor. Mana hozir 0 dan boshlab mana dunyoviy bilimlarni o'rganib kelgan farzandlar. Ya'ni demoqchiman, orqam to'la, etagim to'la. Shu bolalarning hammasini Qirg'izistonda xizmatini qilish uchun kurashib o'qib kelyapmiz. Elga, yurtga, Qirg'izistonga islom diniga xizmat qilish. Elimizni, yurtimizni o'sha naslini deb qo'yib aholi odamlarga
bir foydasi tegsin degan ma'noda. Endi buni sizga aytishim sababi, men og'zimni to'ldirib aytolaman. Orqamdagi farzandlarim solih, soliha bo'ladi. Elni yurtda islom dinida xizmat qilaladi. Hech qachon bir yomon narsa ketmaydi. Nimagaki, bizni o'zimizda yomon birovga yomonligimiz, yomon o'y fikrimiz, yomon so'zimiz, yomon niyatimiz, yo'qmi unaqa narsadan biz uzoqdamiz. Endi bizga tosh otish mumkin. Biz to'g'rimizda mazg'a ustimizdan to'kish mumkin. Biz to'g'rimizda yomon so'zlar aytish mumkin. Buni ham endi it vof desa, men o'sha itga qarab men ham vof demayman-da. Men itga qarab vof desam, men ham it qatori bo'lib qolaman. Men so'zimga siz tushundingizda. Men o'zim uchun gрамотныйman. O'zim uchun ilmdorman, bilimdorman. O'zim uchun kuchliman. Men nima bilan kuchliman? Men aqlim bilan kuchliman deb hisoblayman. Nimagaki? Zaif odamga teng kelmayman. Aqli past bilan teng kelmayman. Johil bilan teng kelmayman. Nimagaki? Haq nohaqni ko'rib turuvchi Alloh. Jazo mukofotni beruvchi ham Alloh. Nimagaki? Banda oyoq osti qilsa qila olsin dedi. Bosh ko'tarib chiqamiz dedi. Alloh oyoq osti qilmasin dedi. Alloh aziz qilib, iyi qilib qo'ygan insonni dedi, banda xo'rlay olmaydi dedi. Alloh xo'rlab qo'ygan insonni banda ko'tara olmaydi. Endi men so'zimni tushundingiz sizda. Endi bo'pti, baxshi degan so'zlar ham bo'pti, aytilsa aytilaversin. Bir siz bilan bizga o'xshagan ojiz insonlarning og'zidagi so'z bu. Nimagaki? Ushaqcha, fitnachi, ya'ni spletni so'zlarda bular. Bu so'zlarga rioya qilmayman. Nimaga rioya qilmayman? E'tibor qilmaysan. Ko'ngil burmayman men. Nima ko'ngil burmayman? Men ham o'sha qatori zaif bo'lsam, o'sha qatori fitnachi bo'lsam, o'sha qatori johil bo'lsam, u bilan borib solishim mumkin, tepishim mumkin. Men kelib sen handoq bundoq desam, ma'qul deb ketilaveradi. Nimaga ma'qul deb ketilaveradiki? Biz shunday olimning so'zi borki, "Мы всё победим." Biz hamma yo'lda yengamiz. Nima bilan yengamiz? Umma, ya'ni aql bilan yengamiz. Aql bilan yengamiz. Eng vahshiy dushman, ya'ni eng xishni dushmanni ham deb eng sodiq do'stga aylantirdi. Eng yomon dushmanni eng yaxshi do'stga aylantirdi. U nima bilan? Bu aql bilan. Senga osh otganga tosh ber dedi. Otangni o'ltirganga enangni ber dedi. Bu eskilarda so'zda o'ta ma'no katta. Shu otangni o'ltirganga enangni ber degan man uncha yoqtirmayman. To'g'ri emas bu. Bu eskilar so'zda. Bu degani uni berib qo'y demayapti. Yo'q, endi baribir o'shunga ham yaxshilik qil degani. Baribir haqqa intilish kerak, nohaqlik bilan kurashish kerak deb o'ylayman. Endi o'shunga hozir bu so'zimni sizga demoqchimanki, yomon inson sizni yomon do'rsa, siz ham biz ham bunga yomonlik qilmasligimiz kerak-da. Bu yomonlik qilishimiz bu aqlsizlik. Aqlsizlik bu. Endi hozir juda yaxshi gaplarni aytdingiz. O'sha yomon degan masallar mana meni baxshi deyapti deylik. Kimdir? Bu fitnachi ekandir. Kimdir yomon ekandir-da. Alloh kimmas bir kun qalbiga shunaqa iymon solgandan keyin o'zini qilgan so'ziga o'zi tavba. Hozir mendan kelib kechirim so'ramasa ham, bu Allohning oldida qandaydir o'zi hijolat bo'ladi-da. Hozir endi baxshi deganda men o'zimni tushunchimni sizga aytsam, oldi kamini qo'shimcha qilaveramiz. Baxshilik hali sehr joduda. Endi hozir sehr jodu bu bor narsa, lekin amal qilmaylar degan hadislarda. Sehr jodu, baxshichilik, istisnotma, porcha deymiz. Shular to'g'risida sizga tushuntirib bersam, har bir dinda bo'ladi bu narsa. Shamanlar deymiz. Ekstrasenslar, yasnavidishlar, baxshilar, ko'z ochiqlar, yo bo'lmasam ins jinslar bilan ishlovchilar dedi. Bular bilan muloqotda bo'luvchilar, bular bilan ya'ni suylashuvchilar. Ikkinchi bular ko'ruvchilar dedi. Bu haq bor narsa. Endi ular qilgan narsa kimlarga ta'sir qiladi deganda, o'shalarga ishonuvchilarga dedi. Ularga o'sha sehr jodu qiluvchilar, folbinlarga ishonganlar, ishonuvchilar ham, o'shanda folbinlik qilganlar ham bizdan emas degan
Rasulullohning hadisi. Ha, endi bu ishlarni qilyapti deylik. Mana Ha. baxshi deymiz, ha. Baxshi kimdir istayapti, kimdir soldi, kimga yomon, kimdir baylayapti. Ha. Endi bu inson 25 yilgacha kunsiz ibodat qilsin, bu ibodat qabul bo'lmaydi. Men shunday hisoblayman. Unga borgan ham shu qator. Shirk. Shirk. Ha. Yana bitta rivoyat aytib ketaman sizga. Ha. Bir puldor insonni qator 7 ta, 8 ta, 9 ta qizi bo'lgan. Xotinini ham 10-siga bo'yda bo'lgan. Men oshnaxonlarning ichida o'tirib, mana mening 8 ta, 9 ta, 10 ta qizim bor. Xotinim yana homilador. Agar xotinim o'g'il tug'sa dedi, deb o'rtalarida bu so'z beryapti. O'sha o'g'lim axlatini yeyman deb o'rgan. Ana ko'p o'tmasdan xotin o'g'il tug'di. O'g'il tuqqandan keyin u yomon najosatni bu yeydi. O'sha zamonda qozisiga bordi bu. Men shunday joyda men ahd berib yubordim. Ya'ni erkak kishini og'zidan chiqqan so'z ahdda bu. Qasam ichib bor. Qasam ichib yubordim. Men qaysi ishni qilsam, shu narsani yegan bilan teng bo'laman dedi. Sen dediki, baxshiga borib, baxshiga kirma dedi. Darvozasini taydib 5 minut tursang, uni yegandan ham battar bo'lasan. Tushundingizmi meni? O'sha yuvilib ketadi. Ha, ashini yuviladi. Sen o'shani yegandan battar bo'lasan. O'sha qilgan ahdingdan o'tib ketasan. Bu so'zim bilan demoqchimanki, bir soatdan keyin nima bo'lishini faqat Alloh biladi. Alloh biladi. Endi bular baxshi deganlar oldin olib aytuvchilar. Sen ana qolasan, hayoting mana qilib bo'ladi, turmushing mana qilib bo'ladi. Anonim yo'q. Bu shirk. Bu shirk. Ikkinchisi istish, sovutish, baylash. Bular katta shirk bu. Shirk. Xo'sh. Uchinchisi, baxshi ishlarni qilganda bu musulmonning farzandi bo'lsa, shu ishni qilyapti. Birinchi o'rinda bu zurriyotiga katta bir minus bo'lyapti. Ikkinchisi Allohning g'azabi keladi. Allohning g'azabi keladi. Xo'sh. Uchinchisi oxirida jon berdi degan qiyinchilik bilan jon beradi. Qiyinchilik bilan jon beradi. Men o'zim shunaqani guvohi bo'lganman. Men ko'p odamlar misol uchun oxirgi nafaslarida misol uchun Yasin surasi shundayki, qattiq og'riysa o'qisangiz, bu hayotdan rizq bo'lsa qiynalmasdan yaxshi bo'lib ketadi. Rizq nasibasi tugasa qiynalmay jon beradi. Bir insonni o'qiyapman. Qiyinchilik, o'qish qiyin, bo'g'ib tashlayapti, qiyinchilik o'qish. Bu da qiyinchilik bo'lyapti. Otamni chaqirdim. Otamda ham qiyinchilik. Yasinni o'qiyapsizlar. Yasinni o'qish kerak. Otamda ham qiyinchilik. Ana keyin yana bir shogird bolamiz chaqirdik. Bunda ham qiyinchilik. Bir qandaydir hujrada qora bolalar o'qiyapti. Qora bolalar olib chiqdi. Kelib 5-10 minut o'tirib ketishib qoldi. Yana bir shunaqa bir qora domlalarimiz bor edi, olim domlalar edi. Telefon qildi. Telefon qilsak, siz dedi, tahorat qiling, g'usl qilib, kirib Qur'onni mahkam qarab o'qing dedi. Kirib o'qishni boshladi. Farzandlari atrofida turibdi. Farzandlari atrofida turib, la ilaha illalloh deng deyapti. Desa, hali jon beruvchi inson dedirmayapti deyapti. Bu so'zni ayttirmayapti deyapti. Ayttirmayapti degan so'zni aytalyapti. La ilaha illalloh aytalmayapti. Men o'zim guvoh bo'lganman. Men so'zim shu insonni balkim farzandlari eshitgandir. Buni aytishni xohlamasdim. Balkim bu so'zimdan ancha-muncha baxshiga borayotganlar. Baxshilar o'ziga qandaydir bir kerakli bir urug' oladi. Demoqchiman-da. Endi buni biz so'radik. Bu hayotiy domodi. Bu qanaqa inson bo'lgan? Birovga azob berganmi? Birovga zulm yetkazganmi? Farzandlarning o'zidan bittasi aytdiki, bu shunday inson bo'lganki, biz qo'ydiganimizga qo'ymasdan baxshiga ko'p borardi. Ko'p odamlar istardi, sovutardi. Baxshiga ko'p borardi. Nihoyatda qiyinchilik bilan jon berganman ko'zim bilan ko'rdim. Ko'zim bilan shundoq ko'rdimki, o'sha ta'sir bo'ldim, bilmem, bu baxshi ekan desa, u insondan qo'rqmayman men. Hech ham qo'rqmayman, sababi men o'zimga imonim mustahkam. U insonni yurgan yo'ldan yurmayman. Jirkanasan, o'zing tortib. O'zi fan tilida baxshi degan so'z to'qish dedi. Misol uchun bir ashula aytamiz, tag'in so'z, shular baxshi deb aytiladi o'zi. Bu fan tilida. Yolg'onchi degani. Endi
bu baxshilarimiz, hozir men aytganlarimiz, ular baxshilar. Bu baxshi emas, bular qaldovchilar. Tushundingizda? Xo'sh. Burun bizniki 60 kun ichida 10 kun Rossiyada o'qib ishlardik shunaqa meditsina bo'yicha, navoiy meditsina bo'yicha o'qish bo'yicha. 50 kun bo'ldi ishlardik. Bizga qalin qo'shimcha u yoqdan vrachlar kelar edi-da. Mana hozir 5-6 yil bo'ldi, ulardan o'zi biz nimamiz uzildi. Endi u yoqda ham misol uchun Rossiyani misol uchun shamanlari, koldovchilar shunaqalarni ko'pini ko'rdim men. Sabab bulardan ko'p urug' oldim-da. Bir yaxshidan, bir yomondan o'zingizga tarbiyalanasiz deydi. Xo'sh, Allohga behisob shukr bo'lsin. Xo'sh. Men Axbar qorini o'g'li, Axbar qorini farzandi, Bahodir qorini o'g'li o'qidim. Xo'sh, Tumsunrod hoji, el tanigan, elda odami, qizi, xo'sh, muazzam oldi farzandim. Endi meni ashuncha farzandlarim bor. Og'zim to'ldirib aytaman, meni farzandimdan, xo'sh, dindan, shariatdan, nizomdan tashqarida ish qiluvchilar bo'lmaydi. Og'zim to'ldirib aytaman. Nimaga buni to'ldirib aytamanki? Bitta misol uchun biz ilm emas, dunyoviy bilimni ham olib, bolalarim hammasini boshim Qirg'iziston nizom bilan tanishtirib, dunyo ilmlarini qilishga bor jon-jahdimiz bilan kurashib kelyapmiz. Nimagaki? Kelajakda bular ham bir elda xizmatini qiladigan. Xo'sh. El ko'rsatib bunday yo'q shuni farzand ekan deydigan, shunga kurashib kelyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Endi mana misol uchun biz uchun, farzandlarimiz uchun, ota-onamiz uchun, o'tib ketgan ota-bobolarimiz uchun buni Alloh o'zi ko'rib turibdi, el o'zi baho bersin. Sherali Jo'rayev irchimizda shunaqa bir so'zi bor. Meni kimligimni el bilsa bo'ldi. Tushundingizmi? Endi yana shu so'zni sal maraq qilib aytayin. Alloh bilsin. Allah. El bilmasa bilmay qo'yaversin. Alloh bilish kerak. Mana shu narsaga bu so'zingiz to'g'ri, haqi. Odamlar nima deydi emas, Alloh nima deydi deb Allohdan sizga buni hozir misol qilib o'tib ketdim. Xo'sh. O'shuning uchun bizga misol uchun otilgan toshlar, to'kilgan mazg'avalar, biz to'g'ri yomon so'zlarga ko'ngil burmaymiz. Nimagaki? Alloh uchun haqmizda. Endi suhbatimizni boshrog'ida aytdingiz, umid qiladi. O kasalga bir umid uyg'otamiz biz, shifo topish uchun. Endi u kelsa, sag'ir bo'lib qolsin, davlining chatoq-ku, deb вообще qoningni suyutish kerak deganga o'xshagan gaplar gapirsa, unga zarar, sog'ligi battar bo'ladi. Bu zulm etdi. O'shani singari. O'sha so'zi bilan biz unga foyda qilmadik, biz uni ziyon qilib qo'ydik. O'shanga o'xshash hozir siz to'g'ringizda el-yurtda Muhiddin qori suhbatimizni boshlaydik. Muhiddin qori tabib, Muhiddin qori folbin, baxshi. Shu so'zlar bor deb aytdim. Bu men ayrim odamlar, butun el deb olmang. Endi choli kurmashsiz bo'lmaydi degan singari shunaqa gaplarni ham eshitganmiz. Endi qayoqdan desangiz, men behuda aytmadim. O'zim namyoq berib ketdingiz, sinagani ham keladi. Men sinagani ham kelganim yo'q. Siz Yanginoqatda bir quluni, Yanginoqatda elda ustida elga ozmi ko'pmi, endi Alloh bilsa bo'ldi, xizmatdagi el-yurtda og'irini yengil qiluvchilardan biri sifatida Muhiddin qori, Muhiddin tabib degan ma'noda suhbatlashdik. Haligini aytib qo'ydim sizga. Ochiqni, noqatcha qilib aytib qo'ydim. Endi buni sizga so'zingizga javobim shundayki, men yarki javob beraman. Bizda Muhiddin qori deganlar, Muhiddin tabib deganlarga avvalambor Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Biz to'g'rimizda misol uchun yaxshi o'y fikrda bo'lgan bo'lsa, bu insonlarga Alloh o'zi nazarini solgan bo'lsin, hech narsaga muhtoj qilmagan bo'lsin. Qalbida qanaqa yaxshi orzu-hasni, niyat maqsadi bo'lsa, Alloh o'zi berib qo'ygan bo'lsin. Endi bizning to'g'rimizda bilib bilmasdan baxshi degan so'z insonlarga ham yomon niyatim yo'q. Yomonlik tilamayman. Endi bu insonlarni men kimga o'xshataman? Aytaymi sizga? Bu insonlar eldan orqada qolganlar. Bilimdan orqada qolganlar. Qurg'ozori qisqa, oyog'ini tagida. Bu insonlar hattoki o'zini farzandini o'qitib, dunyoviy nimaga chiqara olmaydi. Barabanchining bolasi barabanchi dedi.
Dombiroqchiga dombiroqchi dedi. Ilmdorniki ilmdor dedi. Shopirniki shopir dedi. Bu eskilar so'zi bor-da. Endi o'sha bu baxshi degan insonlar kimlar? Bularni men kimga o'xshataman? Misol uchun mana hozir yaxshi mana davlat el uchun o'xshagan uylar solyapti. Bu uylarni hammamiz havas qilyapmiz. Alloh buyurmas qo'yinglar, shunga boryapmiz. Shunga yetisholmaganlar uni yomon tomonini aytyapti. Negativ tomonlarini ko'ryapti. U uy odamni kasal qilar ekan. Bu haligi insonning ikki toifasi bor-da, havasli inson bor, hasadli inson bor. Hozir baxsh deganlar bular hasadlilar deb hisoblayapman-da. Bu hasadli inson u uy yomon tomonlari bor. U ondarib tushirgan. Mo yerkimlarga yig'ilib ketibdi. Yomon olsam mana qaygan. Yomon tomonini aytadi-da. Mana kechagida men bir mashina oldim. Mashinamni o'tam yaxshi ko'raman o'zim. Hamma duo qildi. Mashinani oldi ochiq bo'lsin, taydan chamalab tursin, yaxshi kunlaringga buyurmas qilsin dedi. Ayrim birlar, "Yo bu mashina bo'lmaydi" dedi. Bu inson ziyon ekan dedi. Bu seni kasal qilib qo'yar ekan. Bu buzilib qolar ekan. Buni zapchasi yo'q ekan. Bu anaqa ekan. Bular hasadli insonlar. Lekin o'sha hasadli insonni bu hasadli ekan deb biz ham unga yomon o'y fikrda, yomonlik tilamaymiz. Biz ham Allohdan shu insonga birinchi o'chirda Alloh qalbiga iymon solsin. Haq yo'lda ko'rsatsin. Alloh bu insonga ham havasni uyg'otsin. Shuni so'raymiz. Amin. Nimaga buni biz so'raymiz? Bu inson ham bu dunyoga bir marta keldi-da. Hammamiz oxiratga boramiz. Hammamiz do'zaxda emas, jannatda birga bo'lishimiz. Men Allohdan tilayman-da. Amin. Nimaga buni men sizga aytyapmanki? Bo'pti bir dushman menga tosh otyapti. Uni qaysi tomondan yo'q qilsam, bar ikkinchi dushman chiqadi-da bu. Это закон природы. Bo'pti pускай bitta dushman otaversin. Bir inson borki, u odam qiyofasidagi it bu. U yoq bo'lsa ham vav, bu yoq bo'lsa ham vav davrat. Bu odam qiyofasidagi it. Endi unga borib vav desangiz, siz ham it bo'lib qolasiz. O'shalarga teng bo'lib it bo'lib qolasiz-da. Uni ko'rgan bo'lsangiz, sizga ma'qulda bir chekkadan aylanib o'tib ketsangiz, u tishlamaydi. Tishlab olishi ham mumkin. Tushundingiz? Endi bu so'zim bilan men sizga aytmoqchimanki, meni so'zimni egilam topoladi. Tushundingiz meni so'zimni? Mana nima demoqchiligingizni tushundim. Endi buni aytishimki, har birimizga Alloh iymonimizni mustahkam qilsin. Har birimizni bir-birimizga mehr oqibatli, mehr muhabbatli qilgan bo'lsin. Har birimiz bir-birimizni qo'llaydigan darajada bo'laylik. Birimiz boy, birimiz kambag'al, birimiz sog'lom, birimiz kasal emas, hammamiz birgalikda bo'laylik. Ashi oxiratdagi qiyomatdagi 5 degan narsaga hammamiz yetalashib kiraylik degan mening niyatim bor. Nimaga buni men sizga aytyapmanki? Men har bir qadam Alloh deb bosaman. Men hayotimda achchiq, issiq, sovuq har xil kunlarni bosganman. Men o'zim uchun olimman. O'zim uchun professorman. O'zim uchun qoriman. O'zim uchun doktorman. O'zim uchun tabibman. O'zim uchun eng kuchli sportsmenman. Men nimaga buni sizga aytyapmanki? Men shu kerakli ilmlarni oldim. Hayotni 8 tomondan qarayman. Nimaga 8 tomondan qaraymiz? Ko'cha odamlar bilan ko'chachasiga. Shariy odamlar bilan Qur'oniy odamlar bilan Qur'onchasiga. Kerak bo'lsa alqashlar bilan o'sha nimasida men muloqotda bo'laman. Aroq ichib ularni alqash bo'lib olamman. Meni shunday momentlarda kelsangiz, uyimda aroq ichib, aroqdan chiqolmayotganlar 6 oy, 8 oy, 1 yil, 4 yil yashashadi. Shular men sekin aroqdan chiqaraman. Nega chiqaramanki? Aldab yo'ldan chiqaraman. Aroq ichib, alqash bo'lib, bir o'qish boshlanib bitguncha 50 gram quyib beradi, quymasam mana qoldirib qoladi. Shular aroqdan chiqib, men o'zimga shogird bo'lib, qor domlalar bo'lganlar bor. Alloh rozi bo'lsin. Shu so'zimni shular o'zlari eshitib turibdi. Yaqinlarim eshitib turibdi. Ruhiy kasal bo'lib, odamlar buni o'sha odam sifatdan chiqarib psixologga yotqizib qo'ydi, o'shanaqa jinni hollarda yotib qoldi. Endi biz ancha-muncha bu aytiladigan narsa emas, biz shu ularga ehson qilib borib turamiz. Shunaqa joylarda ko'rib turib, men buni davolashga men kuchim yetadi, ruxsat berasizmi? Ota-onasidan so'ra, ota-onasining ruxsati bilan olib kelib, uyimda buni 1 yil 1 yil ushlab, davolab, erga berib, boshqa qilib ketganlar bor. Nimagaki? Men bu insonga yaxshilik qilyapmanmi? U insondan yaxshilik qaytishini men umid qilmayman.
Uni hikmatini menga Alloh beradi. Alloh beradi. U inson menga tosh otyapti, yomonlik qilyapti. Men bunga sabr qilib yomon o'y fikrda bo'lmayapmanmi? Uni hikmatini Alloh menga yog'dirib beradi. Ana hozir bir yaxshigina bir rozi bo'ladigan, shaxsan men rozi bo'ladigan suhbat qildik. Alloh rozi bo'lsin. Sizni ishlaringizga, mana el uchun, el yurt uchun qilayotgan xizmatlaringizni Alloh barakali qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Shu ozgina vaqt ajratib biz bilan suhbatlik ko'p narsalarni aniqlab oldik. Buni xayrli qilsin. Bu amallarimizni, bu harakatlarimizni. Alloh sizga katta rahmat, vaqt ajratdingiz. Shu bilan endi bugungi suhbatni tugatamiz endi. Bir gaplar bo'lsa. Sizni ham kelib shunchalik shu narsaga aniqlik kirgizganingizga avvalambor Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Rahmat. Endi so'zim oxirida nima demoqchiman? Hamma yaqinlarimga, yurtdoshlarimga, qishloqdoshlarimga, vatandoshlarimga, Qirg'iziston elimga, yurtimga, xalqimga omonlik, tinchlik, xursandchilik, sog'lik, salomatlik, boylik tilayman. Bu boylik avvalambor birinchi bu sog'lik bilan bo'ladigan narsa. Hammamizga mana shu Qirg'iziston elimiz, yurtimiz hammamiz bir-birimizga mehr oqibatda, mehr muhabbatda bo'lishlarimizni Alloh buyurmas qilgan bo'lsin. Har birimizda Alloh iymonimizni ziyoda qilgan bo'lsin. Yuzimizni yaratgan bo'lsin. Yana shu so'zimni qaytarib aytaman. Oxiratda, qiyomatda, beyishga, jannatga hammamiz yetalashib kirishimiz Alloh buyurmas qilgan bo'lsin. İçimizde yomonsan degan insonni o'zi bo'lmasin. Hammamiz iymonda, taqvoda bo'laylik. Allohning haq yo'lidan adashmaylik. Allohning oldida yuzimiz yariq qilgan bo'lsin, tilimizdan zikr tushmagan bo'lsin. Ikkinchisi, hammamiz iymon bilan shu odamlar yomon deyotgan insonlarga ham qalbiga shunaqa bir iymon solgan bo'lsin. Butun elga, yurtga sog'lik, salomatlik, yorug' yuzlik, iymonni tilaymiz. Yaxshilikda, mehr oqibatda. Yana Xudo xolisa shunaqa yaxshi kunlarda uchrashishimizni Alloh o'zi buyurib nasib qilsin. Alloh